Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Hozir brokolidan mazali taom tayyorlab ko'rsataman. Mana brokolilarni mayda bo'lakchalarga bo'lib oldim. Endi buni qaynatishga qo'yamiz hozir. Brokolimiz yumshoqroq bo'lib qaynab chiqqungacha biz ko'katni, piyozchalarni to'g'rab olamiz. Mana brokolimiz ham qaynab chiqdi. Endi esa idishchamizni yog'lab olamiz va birin-ketin brokolilarni joylashtiramiz. Mana brokolilarni joylashtirib oldim. Endi esa ustiga ko'k piyozni sepib chiqamiz. Keyin tuxumni yaxshilab do'qalab undan ham solamiz. Mana tuxumni solib oldik. Endi manikurpadan ozgina sepib ko'ramiz. Mana. Endi qizil bolgariskadan ham ozgina foydalandim, ishlatdim. Mana. Endi buni ustidan yana brokolilarni terib olamiz. Xuddi shu ketma-ketlikda ko'katlarni solamiz zelenni, mana undan keyin tuxum, yana manikurpa. Mana hamma masalliqlarni ketma-ketlikda joylashtirib oldim. Endi esa duxovkaga qo'yib olamiz pishirish uchun. Mana azizlar, mazali taomimiz ham tayyor. Brokolili taom. Mana azizlar, juda ham mazali bo'ldi. Ko'rinishi ham, ta'mi ham juda ajoyib. Mana. Juda ham mazali, maslahat beraman. Qilib ko'rishinglarni. Albatta qilib ko'ringlar.